kerak mana shunday hammerfistlar. Yo'q, bermaydi. Ha. Zarbalar. Hozir pozitsiyani yaxshilashga Kimurami? Otanbek va Kimuraga olmoqda va jang o'z poyoniga yetyapti do'stlar. Ajoyib g'alaba. Otanbek Boynazarov muddatidan oldin Kimura bilan jangni o'z yakuniga yetkazyapti. Do'stlar, albatta ushbu ajoyib g'alaba bilan tabriklaymiz barchani. Eng qizig'i, raqib taslim bo'lish belgisini bermagan ekan va norozi bo'ldi referidan hozir jangni to'xtatgani uchun. Referi esa menimcha qulog'iga "Men seni sog'lig'ingni o'yladim" deb qo'ygan bo'lsa ajab emas. Ka do'stlar, mana takroriy lavha. Kuzatamiz. Qani? Mana Kimuraga o'tib ketayotgan bir palla. Kimura mana baqirgan ekan. Baqirgan, lekin mana norozilik bildirgan, hozir ko'rasiz. Taslim bo'lmagani uchun, aynan taslim bo'lish belgisini bermagani uchun norozi ekanligini aytganman. Lekin o'zi baqirish ham mumkin emas o'zi aslida. Referi istalgan vaqtda jangni to'xtatishi mumkin. Nima bo'lganda ham 13-g'alabali seriya va 13-si yana bir mag'lubiyatsiz jangchi ustidan bo'ldi. Bu albatta oddiy g'alabadan ko'ra ming chandon yaxshiroq. Ha do'stlar, Mangu ligasining ilk turniri mana shunday yuqori notada yakunlanyapti do'stlar. Markaziy jang Xotan Boynazarov g'alabali seriya davom etadi. Navbatdagi jangi esa albatta okean ortida Amerika Qo'shma Shtatlarida UFC'da bo'lishini istardik. Bunga u juda ham yaqin. Mana Nurullo Mirzayev, Feruz Usmonov. Markaziy jang g'olibi, победитель главного boya вечера O'zbekiston Andijon Xotanbek Boynazarov. Rasmiy e'lonni ham eshitib oldik.